Assalomu alaykum qizlarjonlar. Biz hijoma protsedurani tugatdik, alhamdulillah. Nargiz afa, assalomu alaykum. Biz sizga mana hijoma qildik, konsultatsiyalar qildik, belingizga, oldingizga, buqog'ingizga. Mana shunaqa hijoma olganmidingiz? Mana oldi qismingizga oldingiz, boshqa olgan hijomalaringizdan farqlanar ekanmi? Albatta farq qilar ekan, judayam. Bunaqa deb o'ylamagan edim. Oldingi hijomalarni olganimda juda sulayib, zo'rg'a qilib olardim. Ya'ni bularni menga kelganda yoqqanlari judayam gigienaga e'tibor berdilar, judayam. Keyin o'sha oldingi olgan hijomalarimda anaqa zo'rg'a chidab yotardim, og'riq deb yotardim. Unaqa narsalar umuman bo'lmadi, mazza qilib yotdim. Mashalloh. Judayam yaxshi. Og'rimadi? Yo'q, og'rimadi hech ham. Keyin eng anaqasi menga hozir mana o'zimni judayam tezlik yaxshi bo'lib his qilaman-da, sulayib qolardim-da. Chunki bundan oldin olganman-da. Shunaqa bo'lgan, lekin mashalloh judayam zo'r. Yoqdi sizga bu hijoma. Birinchi marta bunaqa hijoma olishingiz. Massaj yoqdimi? Hammasidan bir massaj. Massaj yoqdimi? Mashalloh, tabarakalloh. Hijomadan qo'rqadiganlarga nima qanaqa fikr bergan bo'lardingiz? Maslahat. Qo'rqmasdan bemalol kelishsin. To'g'risini aytsam, men qo'rqib kelgan edim. Oyida deb, lekin judayam yaxshi. Og'rimadi? Yo'q, og'rimadi. Alhamdulillah. Yaxshi. Alhamdulillah. Judayam yengil o'tiribman hozir. Da, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmat kattakon, Allohim shifoli qilsin. Men faqat sabr qilsam, shifo Allohdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Amin. Amin. Rahmat jumlamizdan.